bugun men yana bir narsaga amin bo'ldim. Xalqimizda ayol kishining qadri nolga tengligiga amin bo'ldim. Sababi oxirgi marta qo'ygan videoyimni kommentariyasida ko'p erkaklar shu ayol kishini, shu o'tib qolgan Koreyada o'zini osib qo'ygan ayol kishini gapirib yomonlab chiqishgan, ba'zilar meni yomonlab chiqishgan gapirganim uchun, xo'p endi ularni bilmadim-ku. Agar shu o'zini osib qo'ygan odam erkak kishi bo'lganda qanaqa reaksiya berishardi? Aytmoqchi bo'lganim, nimaga o'sha ayol kishini istoriyasiga yoki shunaqa ajrashgan bir nimasiga qarab uni yengil emasligini yoki qanaqa odam emasligini nigohsiz yashaganmi, bunaqa deymiz-ku. Nimaga xuddi shu narsani o'sha tirik yashayotgan odamga ham aytmayapsizlar? Nimaga faqat ayol kishi loyiga olish kerak? Birinchidan, agar o'zini osib qolgan odam erkak kishi bo'lganda, yana u odamga achinardinglar. Voy, shuni yosh ketdi. Endi yosh bilmay qolgan, qilib qo'ygan, shunaqa endi ota-onasi yonida bo'lmagan, to'g'ri yo'l ko'rsatgan ayol kishi shunaqa qilsa, u значит, umuman yomon gaplar eshityapman-da. Menga tekkan kommentariya, meni qizim shunaqa bo'lganda, men ko'chaga olib chiqib tashardim, kechaverardim degan gaplarni gapirishibdi u kommentariyada. Unaqa qizingiz bo'lsa, agar haqiqatan ham shunaqa qizingiz bo'lsa, to'g'ri musulmon, meni fikrimcha, men ham ko'p ingliz tilidagi imomlarning gapini eshitaman, o'zim ham ancha o'sha dindor podkastlar eshitaman, ko'proq o'rganay debda. Bizda o'zimiz islom dinida odam qanchalik yomon bo'lmasin, siz yoningizga shunaqa aybini aytibmi yoki shunaqangi nimadir odam haqida bilsanglar, iloji boricha to'g'ri yo'lga umrini oxirigacha o'lib qolmaguncha shans bor yaxshi inson bo'lishiga, hayotini to'g'rilashiga degan fikrlarni o'rgatishadi-da. Nimaga bizda O'zbekistonda, hammada ham emas, yana hammani aytmayman, nimaga bizda O'zbekistonda faqat insonni yashab kelgan yo'lini yomonligimizda o'sha insonni o'zini yomonga chiqaramiz. Qaytan yordam berib o'sha insonni to'g'ri yo'lga olib kirishni o'rniga, agar qizingiz, opangiz, singlingiz shunaqa yomon bo'lib ketdi deylik, kechib qo'ysangiz javobgarligi ko'proq emasmi? Qaytan to'g'ri yo'lga olib chiqib, o'sha yerda bo'lib, o'sha odam o'sha qorong'ilikdan, o'sha yomonlikdan, o'sha yomon yo'lga kirib ketgan bo'lsa, yomon yo'ldan chiqarishdan. Даже o'g'il bolalar narkotik olishadi, nima edi, qanaqadir yo'llarga kirib ketishadi. O'shalarni ham to'g'ri yo'lga olib kirib nima qilishadi? Nimaga qizlarga kelganda, nimaga qizlarni yomonga chiqarishlarini men tushunmayman. Yo, men tushunmayman.